12 bab. İsraillar Allıburun Yordan daryosының sharqidagi podsholarni mag'lub qilib, zeminini ishg'ol qilgan edi. Bu podsholarning zemini janubda Arnon jilg'isidan tortib, shimolda Harmon teg'igacha kengaygan edi. Bu Yordan daryosining sharqidagi Araba rayonini o'z ichiga oladi. İsraillar oldi bilan Hashbon shahridagi Amorlarning podshohi Sixonni mag'lub qilgan edi. Uning zemini Arnon jilg'isining qirg'iga joylashgan Aroyer shahrini o'z ichiga olgan bo'lib, Arnon jilg'isining o'ttirsidan tortib, Amonlarga chegaralanadigan Yaboq jilg'isigacha edi. Bu zemin Gilad zeminining janubiy yerimini o'z ichiga oladi. Sixon podshoh sharqda Araba rayoniga, ya'ni Bet Yeshimotga boradigan yo'lni va janubga so'zilgan Piskaq teg'ining etikini o'z ichiga olgan shimolning eng chetidagi Jaliliya ko'lidan tortib, janubning eng chetidagi O'lik dengizi, ya'ni Tuz dengizigacha bo'lgan rayonlarga hukmronlik qiladi. Mag'lub bo'lgan Bashan podshohi Ok, Ashtarot va Adrayi shaharlarida yashaydi. U Rafahlarning qolganlaridan biri edi. U shimolda Harmon teg'idan tortib, Salqoq shahrigacha bo'lgan zeminlarga, g'arbda butkul Bashan zeminidan tortib, Gishur va Ma'akaning chegaralarigacha hamda Giladning shimoliy yerimidan tortib, Hashbonlik Sixon podshohining chegarasigacha hukmronlik qiladi. İlgari Parvardigorning xizmatkori Musa va İsraillar bu podsholarni mag'lub qilgan edi. Musa payg'ambar bu zeminlarni Ruben, Gad qabillariga va Manasse qabilasining sharqiy yerimiga igdorchilik qilishga bo'lib bergan edi. Yoshua va İsraillar Yordan daryosining g'arbiga joylashgan Livan jilg'isidagi Bagat degan joydan Xaloq teg'igacha, hatto Shayirgacha bo'lgan zemindagi podsholarni mag'lub qildi. U bu zeminlarni İsraillarning qabillariga igdorchilik qilishga bo'lib bergan edi. Bu zeminlar tog'liq rayonlarni, g'arbiy idirliklarni, Araba rayoni va tog' bog'larini hamda cho'l bayovollarni va janubiy Nagab cho'lligini o'z ichiga oladi. Bu zeminlarda Xitlar, Amorlar, Kananlar, Perizler, Xivlar va Yubuslar yaşagan. Tevendikiler İsraillar mag'lub qilgan podsholar. Erixa podshohi, Beytelning yenidagi Oy podshohi, Yerusalim podshohi, Hebron podshohi, Yarmut podshohi, Lakish podshohi, Eglon podshohi, Gezer podshohi, Dibir podshohi, Geder podshohi, Xurmah podshohi, Arad podshohi, Libnah podshohi, Adullam podshohi, Makkeda podshohi, Beytel podshohi, Tapuvah podshohi, Xefer podshohi, Afeq podshohi, Lasharon podshohi, Madon podshohi, Xazor podshohi, Shimron Miron podshohi, Akshaf podshohi, Tanak podshohi, Mikiddo podshohi, Qadash podshohi, Karmeldiki Yoqniham podshohi, Nafot Dorning yenidiki Dor podshohi, Gilgalning yenidiki Goyim podshohi, Tirzah podshohi. Jami 31 podshohdir.